Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Tovus raqsini mahorat bilan ijro etib, muxlislar qalbidan joy olgan Iroda Ismoilova bu yil 21 yanvar sanasida 41 yoshni qarshiladi. Raqqosaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Iroda Ismoilova bejiz raqsga qiziqmagan. Bu san'at oila a'zolariga begona emas. Ota-onasi xoreograf sifatida faoliyat yuritgan. Oilada 2 farzandmiz. Men tug'ilganimda onam xoreograf oliy maktabida o'qigan. Dadam esa ansamblda ishlagan ekan. Onam chaqaloqligimdan meni aravachaga solib, o'zi bilan olib ketar. Dadam rahmatli mashg'ulotlardan so'ng meni olib uyga qaytarkan. Shu bois raqs menga hech qachon begona bo'lmagan. 3 yoshdan jiddiy shug'ullanishni boshlaganman. Ansambldagi raqqos va raqqosalarning bari xuddi yaqinlarimdek edi. Onam raqqosa bo'lsa-da, negadir bu kasbni egallashimga jiddiy qarshilik qilgan. Shifokor bo'lishini istayman deb ko'p aytardi. Balki o'z kasbi sabab qiynalgani uchundir. Dadam esa yonimni olib, o'zi yoqtirgan ishni qilsin. Bir umr qiynalib yashamaydi-ku derdi. Bolaligim qanday o'tganini eslolmayman. Iroda Ismoilova bolalikdan qiyinchilikda ulg'aygani, oddiy bolalar singari o'ynab kulmagani haqida so'zlab berdi. Ota-onam ishlardi, ammo ro'zg'orimiz hech qachon but bo'lmasdi. Kamtarona oddiy hayot kechirardik. Bunga sabab ansamblda oladigan oylik bilan ro'zg'or tebratib bo'lmasdi. Mashg'ulotlar uchun kerakli bo'lgan hamma narsani avvaldan ota-onamga aytib, oilaviy rejaga kiritardik. Chunki ular aytilgan zahoti xarajat qila olmasdi. Bolaligim qanday o'tganini eslay olmayman. Chunki biror marta ko'chaga chiqib o'ynaganimni, dugonalarim bilan aylangani borganimni eslolmayman. Men faqat xoreografiya maktabi va uyni bilardim xolos. Ba'zan raqs san'atiga past nazar bilan qarashsa, o'ynab pul topasizlar deyishsa ranjiyman. Chunki professional raqqosa bo'lish uchun yillab mehnat qilish va jismoniy og'riqlarni his qilish kerak. Maktabda o'qib yurgan paytim og'riqdan oyoqlarim tinimsiz og'rirdi. Uyga borguncha uxlab qolay derdim. Hamisha dadam qo'llab-quvvatlardi. Raqqosa onasining qattiqqo'l bo'lgani va ko'p masalada otasi qo'llab-quvvatlaganini aytib berdi. Onam shu qadar qattiqqo'l ediki, pardoz qilishimni ham istamasdi. Kasb nuqtai nazaridan raqqosalar pardoz qilishga majbur. Ammo onam hamisha qarshi bo'lardi. Har qanday masalada meni qo'llab-quvvatlaydigan inson dadam bo'lgan. Hatto onam uy ishlarini buyurganida qilmasin qizim charchadi, raqsga tushish osonmi deydigan inson ham dadam edi. Darsdan keyin men idish-tovoqlarni yuvmasligim uchun o'zi bu ishni qilardi. Tovus raqsi libosining yaratilishi ham dadamning hissasi juda katta. U asosini o'zi simlardan yasab bergandi, deydi Iroda Ismoilova. Ijodiy tanaffusim vaqtida Shodiyora, Parizodalar ko'zga ko'rinib qoldi. Ijod boshlaganimda raqqosalar Saida Mansurxo'jayeva, Sug'diyona Isroilova nafaqaga chiqish arafasida edi. Aslida ham raqqosalarning sahnadagi umri qisqa bo'ladi. Lekin har kimning o'z davri bo'lishiga qaramay, ijodkorni yana qayta kashf etadigan ikkinchi nafas bo'ladi. Oila bilan band bo'lib, kamnamo bo'lib qolganimda esa Zarina Ahmedova, Parizoda, Shodiyora Omonova, Dilorom Madrahimovaga ko'proq yo'l ochildi. Tovus raqsi boshqa raqqosaga atalgandi. Iroda Ismoilova tovus raqsi uchun Ma'mura Ergashevadan minnatdor ekani, aslida bu raqs boshqa raqqosa uchun atalgani haqida aytib o'tdi. Aslida bu raqs boshqa raqqosa uchun atalgan ekan, ammo uning ijrosi unchalik ommalashmagan. Keyin men ijro etdim va kutilmaganda mashhurlikka erishdim. Bu raqsning yaratilganiga 20 yildan oshdi. Haligacha odamlar shu raqsni so'rashadi.
O'tgan vaqt mobaynida 8 ta maxsus libos yaratildi. Bu raqsning liboslari nihoyatda og'ir. Bosh kiyimning o'zi 2 kilo tosh bosadi. Iroda Ismoilova nima sababdan qisqa muddat davomida hamkasbi Parizoda bilan uning xususiy raqs ansamblida ishlaganini quyidagicha izohlaydi. Parizoda opa Iroda Ismoilova Parizod raqs ansamblida ishlayapti degan shov-shuv bo'ladi degan. Hech qaysi ansambl ishga olmayotgan vaqtda ishni nimadandir boshlash kerak-ku deb rozi bo'lganman. Biroq hamkorligimiz 4 oyga ham bormagan. Vaqti kelganida yo'llarimiz ayro tushgan deya eslaydi Iroda Ismoilova. Turmush qurolmayman deb o'ylardim. Iroda Ismoilova turmush o'rtog'i bilan tasodifan tanishgani va shaxsiy hayotida o'zgarishlar ijodiga qanday ta'sir etgani haqida gapirdi. Erta emas, 27 yoshda oila qurdim. Rostini aytsam, oila qurolmasam kerak deb ko'p o'ylardim. Chunki yoshim katta bo'lib qolgan. Uning ustiga ko'p o'zbek yigitlari san'atkorlarga uylanishni istamaydi deb hisoblardim. Sobiq turmush o'rtog'im bilan uchrashuvga chiqishdan avval bir oy gaplashib yurganmiz. Raqqosa ekanligimni yashirmaganman. U inson mendan 2 yosh kichkina edi. Fikrlari zamonaviy ekanligini payqab oila qurishga qaror qilganman. Ammo dadam rahmatli qarshi bo'lgan. 7 yil birga yashadik, 2 farzandli bo'ldik. Ammo oilamizning yakuni go'zal bo'lmadi, deydi Iroda Ismoilova. Raqs sabab homilamdan ayrildim. Iroda Ismoilova bir muddat san'atdan ketishiga farzandidan ayrilgani va ruhiy tushkunlikka tushib qolgani sabab bo'lgan. Homilador bo'lganimdan keyin ham san'atdan ketganim yo'q. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Tug'ruq vaqti yaqinlashganida birdan tobim qochib isitmaladim. Shifokorga borsak, homilam 1 oy avval nobud bo'lganini, tezda uni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash kerakligini aytdi. Ruhiy tushkunlikka tushib qoldim, ammo ba'zan boshqa shifokorlarga ham uchrashmaganimga afsuslanaman. Chunki nobud bo'lganiga 1 oy bo'lgan homila chirib ketishi, u shifokor vahima qilgani haqida aytishadi. Balki homilaning ahvoli u qadar yomon bo'lmagandir deb o'ylab qolaman. Birinchi homilaning nobud bo'lishi juda og'ir kechar ekan. Ruhiy tushkunlikka tushib qolganman. San'atdan ketish haqida ham o'ylaganman, chunki shifokorlar bolaning nobud bo'lishiga raqs harakatlari sabab bo'lgani va o'zimni ayamaganligimni aytgandi. Bolamga onang o'yinchi deyishlarini xohlamaganman. Yarim yildan so'ng esa 2-chi bor homilador bo'lganimni bilgan kunimdayoq Ofarin ansamblidan o'z xohishim bilan ketganman. Qizim tug'ilgach dunyoqarashim butunlay o'zgardi. O'g'lim dunyoga kelganida-ku umuman san'atga qaytgim kelmadi. Boisi o'g'lim onasi bilan faxrlanishi kerak. Onang o'yinchimi degan gapni eshitishini istamayman. Biroq ustozlarim Qodir Mo'minov, Gulmira Shirinova, siz shunday raqqosa bo'lingki, farzandlaringiz siz bilan faxrlansin deyishdi. Shundagina san'atga qaytdim. O'zbekiston ansamblida ishlayotgandim. Farzandlarim betob bo'lavergach, u yerda ham uzoq ishlay olmaganman, deya eslaydi raqqosa. Men bachadon saratoniga chalinibman. Iroda Ismoilova intervyularning birida 7 yillik turmushidan ajrashgani hamda bunga turtki bo'lgan sabablar haqida gapirdi. Bu vaziyatda hech kimni ayblay olmayman. Birinchidan, qarz 2 qo'ldan chiqadi, deyishadi. Ikkinchidan, bu taqdir. Bu mavzuning davom etmaslik sababini aytadigan bo'lsam, hali ajrashmasimdan avval turmush o'rtog'im boshqa ayolga uylandilar. Ularning baxtli bo'lishini xohlayman. U ayolning hech qanday aybi yo'q. Men hech qachon ko'rmaganman, qo'lim bilan ushlamaganman. Bitta sabab bo'lgan. Ularning yozishmasini ko'rib qolganman. U yerda erim ayolim bachadon saratoni bilan kasallangan deb yozgan. Shuni kechira olmadim, bo'ldi. Menga xiyonat qildilar deb ayta olmayman. Saraton degani men har kuni ertalab turib senga o'lim tilayman degani. Nima uchun, deydi raqqosa. Men yana ijodga qaytdim. Iroda Ismoilova ajrashgandan keyin ruhiy tushkunlikka tushgani va uning ijodga qaytishiga ma'muriy sabab bo'lgani haqida gapirdi.
Oilamni saqlab qolish uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim. Hatto mayli uylaning, qarshi emasman. Menga er bo'lmang, ammo bolalarga ota bo'lib qoling degan kunlarim ham bo'ldi. Chunki bolalarim dadasini yaxshi ko'radi. Shularni o'ylab ruhiy tushkunlikka tushib qoldim. Shunday kunlarni birida ma'mur singlim menga kuch bag'ishladi. Mening qaytadan ijodga qaytishimga sababchi bo'ldi. Uning yaxshiligini hech qachon unutmayman, deydi Iroda Ismoilova. Meni chiroyli emas, professional deyishsin. Iroda Ismoilova tengdosh raqqosalar orasida qay birini o'zidan ustun taraflari bor deb hisoblaydi? Kimdandir ustun qo'ya olmayman. Masalan, Parizodani ijod bilan bir qatorda tashqi ko'rinishga urg'u berib, qo'g'irchoq imijini yaratib olgan. Bu Parizodaga yarashadi. Undan go'zal raqqosani hali ko'rmadim. Muxlislar Iroda chiroyli ayol-da deb emas, professional raqqosa-da deb gapirishlari uchun hech qachon tashqi ko'rinishimga urg'u bermaganman va maqsadimga yetdim, deydi u. Operatsiyaga rozi bo'lmadim. Yulduz Usmonovaning sharob qo'shig'iga mohirlik bilan raqsga tushgan Iroda Ismoilova xonanda yuzini plastik operatsiya qildirish kerakligini aytgani va jarroh bilan tanishtirgani haqida so'zlab berdi. Yuzimdagi notekislikka kosmetika sababchi emas. Avvaldan yuzim shunday bo'lgan. Bir kuni Yulduz Usmonova yuzingni to'g'irlash kerak. Tanish plastik jarrohim bor, qabuliga olib boraman dedi. Klinikaga bordik. Tahlillarni topshirib, operatsiya kunini belgiladik. Ammo qo'rqdim va bir necha kundan keyin rad javobini berdim. Yulduz opa o'shanda biroz ranjigandek bo'ldi. Ijodni 15 yoshdan boshlaganman. 19 yoshimda Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova kabi yetuk san'atkorlar bilan ishlaganman. Yaqinda Ozodbek Nazarbekov: Irodaxon, men hali tanilmasimdan siz Iroda Ismoilova edingiz. O'shanda qo'shig'imga chaqirsam raqs tushib berarmikin deb o'ylagandim, deb qoldi. Etim jimirlab ketdi. Shukur, Ozodbek Nazarbekov, Gulsanam Mamazoitova, Alisher Fayz, Botir Qodirov, Shahzoda kabi o'z meniga ega xonandalar bilan ham hamkorlik qilishga ulgurganman. Bitta raqqosa erishishi mumkin bo'lgan hamma yutuqlarni ko'rib bo'ldim. Ijro etmagan raqsim qolmagan. Bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin, deydi raqqosa.